Bugungi manzilimiz Toshkent tumani Kelesda bo'lib o'tadi. Shundoq bitonki yo'l yuzida Jeddah milliy taomlarining yonida 5 etajli novostroyga qurilgan shu yerdan korobka holatdagi dubleks kvartiramiz chiqyapti. Uyimizga kiruvchi qism kirganingizda keng koridor bo'ladi. Chap tarafimizda ikkinchi etaj uchun chiqib ketadigan zina joylashgan dubleks kvartira xonadonimiz. Bu yoq tarafimizda bitta xona. Uyimizni korobka holatda o'zingizlar xohlagancha dizayn proyekt qilib turib remont qilib olsanglar bo'ladi. Bu yoq tarafimizda ikkinchi xonamiz joylashgan. O'ng tarafimizda birinchi etaj uchun umumiy sanuzel joylashgan. Bu yoq tarafimizda katta keng xona, 3-xonamizda o'zini balkon qismiga ham ega. Bu yoq tarafimizda oshxona, oshxonani balkoni ham bor. Tashqari vid, atmosfera juda ham chiroyli, go'zal. Ikkinchi etajga chiqqaningizda yaxlit bitta katta xona, bemalol bo'lib foydalansanglar ham bo'ladi. Yo mehmonxona, yo dam olib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Patalosi baland, uyimizning atrofida barcha qulayliklar mavjud. Uyimizning balkon qismiga chiqqanimizda shunaqa atmosfera, vid juda ham chiroyli, go'zal. Toshkent Cityda shundoq ko'rinib turibdi. Bitonki yo'l yuzida joylashgan 5 etajli novostroykaning 5-etajdan dubleks xonadonimizda 175 kvadrat maydonga ega. Uyimizning narxi $79.900. Ozgina kelishadigan joylari bor. Sunnatiga o't beriladi.